aka sotmang. Biz mo'min bo'lib va'da berdik. Men shuni men tekshiraman, agar sotilgan bilib qolsam, aka boshqacha muomala qilaman. Buni yegan odam mana shuni ushlab turing aka. Bitta narsa, Xudoni oldi ham. Aka, sovg'a. Mana qarating. Shuni mana bittasini bitta tatib bering, xolos. Mazza bo'lmaydi, xolos. Xudoni oldi. Qiyomatdan javob beradi. Mana odam shu darajada jirkanyapti. Mana xomizim kelgan. Mana shu tozi bugun mana shu Furada kelgan. Kelib turing, Fura nomerini oling. Mana 4351 va 40. Mana turib Fura to'xtattirib qo'ydim sotishni hozir. Işte qanaqasi haq to'la 1 2 3 4. Mana 750 to'layapti. Mana o'sha xom uzum. Kelgan mana xom. Qanaqasi bu uzumni sotib bo'ladi? Mana pishganda uryapsizlar. Xom mana qo'poq qilayotganda hayvon ham yeganda jirkanadi. Mo uzumni qarang endi. Burchagiga solib mayda donib kelib. Ko'm-ko'k. Mana utsang ham bo'laveradi-yu buni. Oltiariqdan kelgan yuk mana shu mana. Qato'sa ham vodiydan-mi? Buni qayerdan bo'lsa mana tagiga o'qilyapti. Buni qaranglar mana. Nasechkan burchak tagiga o'qilib, shingil qilib, buni qarang. Bu o'zbek brendini sindiryapti-da bular, mana shunaqa qilib mana. Yurt qarang. Voy onasini emsin. Mana uni qarang. Mana uni qarang. Voy qildi. Mana sharmandagarchilik. Nima uchun jon kuydiryapmiz? Mana sotmaymiz deb olib tashladik buni. Mana Abdumalik ko'k uzum jo'natmanglar akalar. Olib video syomka qildi. Ko'k uzum mumkin emas. O'zbek brendini, o'zbek nomini sindirmanglar.